Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarni Makkaning eng hashamatli va premium mehmonxonalaridan biri Jumirah Jabal Amar Makkah bo'ylab sayohatga olib chiqamiz. Bu mehmonxona muqaddas Masjidul Haramga juda yaqin joylashgan bo'lib, zamonaviy dizayn va yuqori darajadagi xizmatlari bilan ajralib turadi. Jumirah brendi dunyo bo'ylab o'zining premium mehmondo'stligi bilan mashhur bo'lib, endilikda Makkada ham ziyoratchilarga alohida qulaylik taqdim etmoqda. Keling, avval mehmonxonaning kirish qismidan boshlaymiz. Bu yerda sizni nihoyatda keng, zamonaviy va hashamatli lobbi kutib oladi. Ichki dizaynda sharqona nafislik va zamonaviy uslub uyg'unlashtirilgan bo'lib, mehmonxonaga kirishingiz bilanoq premium muhitini his qilasiz. Endi xonalar haqida. Jumirah Jabal Amar Makkahda zamonaviy va keng xonalar mavjud bo'lib, ayrim xonalardan Ka'ba va Haram manzarasi ko'rinadi. Xonalar ayniqsa qulaylik va osoyishtalik uchun maxsus jihozlangan. Har bir xonada premium sifatdagi qulay yotoqlar, katta televizor, mini bar, choy va qahva tayyorlash jihozlari, zamonaviy hammom mavjud. Xonalarning dizayni yorug' va nafis bo'lib, uzoq ibodatlardan keyin sifatli dam olish uchun juda mos yaratilgan. Endi lift va haramga chiqish qulayligi haqida. Mehmonxonada yuqori tezlikdagi lift tizimlari mavjud bo'lib, haramga borish juda qulay tashkil qilingan. Ayniqsa namoz vaqtlarida bu ziyoratchilar uchun katta yengillik beradi. Endi ovqatlanish qismiga o'tamiz. Jumirah Jabal Amar Makkahda bir nechta premium restoranlar faoliyat yuritadi. Bu yerda arab, turk, Osiyo va xalqaro taomlar taqdim etiladi. Nonushta va kechki bufet xizmatlari yuqori darajada tashkil qilingan bo'lib, mehmonlarga turli xil mazali taomlar taklif etiladi. Eng muhimi, bu mehmonxona nafaqat haramga yaqinligi, balki yuqori darajadagi xizmat sifati va zamonaviy qulayliklari bilan ham ko'plab ziyoratchilar e'tiborini tortadi. Agar siz ham umra safaringizda premium qulaylik, zamonaviy va hashamatli muhit, haramga yaqin masofa, yuqori darajadagi xizmatni istasangiz, Jumirah Jabal Amar Makkah eng yaxshi tanlovlardan biri bo'lishi mumkin.